Bugün sizga aldasham, barimizda eshitdingiz, men tatarcha söylasham. Sağolunuzun sayedeki dip sizge aldasham. Aksiyamızın ismi men tatarcha söylasham. Tatar tilimiz medeniyette o'zini betaraf bo'lishlarning barsinda men tatarcha сөйләшәм aksiyasida qatnashishga chaqiradi. Әйе, biz tatarcha сөйләшәбез, chunki tilimiz motor, mo'ngli, ko'p yillikdir. Bari tik o'z kuchimiz bilangina biz tugan tilimizni saqlab qola olamiz. Bugungigina tugul kelajagida bizga beyli. Qisqasi, biz tatarcha söylashamiz. Men tatarcha söylasham chorasi har yil Tataristonda ham tatar dunyosida uzatilgan aksiya. Aksiyani uyushtiruvchilar o'zibiz. Yangi bugun harakati ham butun dunyo tatar yoshlarining forumi. Aksiya bilan sizni tanishtirishga ham aktiv qatnashishga undov etishlarga biz. Sabah munitsipallarning san'atli bolalar maktabi o'quvchilari. Men tatarcha söylasham aksiyaning tub maqsadi tatar tilining qo'llanilishini ko'paytirgan, yangi tatar madaniyati formalashtirishda yordam etdi. Aksiya bizning tilimiz. Men tatarcha yaratam, men tatarcha söylasham, men tatarcha yashayman. Hozir biz sizga birinchi istirov beramiz. Siz rizami? Riza. Tug'an tilini qachon bitiramiz? 21 fevral. Buyuk shoirimiz Abdulla To'qayning tug'an kuni qachon? 26 aprel. To'qay tug'an kuni 26 aprel. 26 aprel. Tatar tilini dilmetib nechta yilmiz? Ana kim yozgan? Tuğan tilim adı Abdullah To'qay. И туган тел. Abdullah To'qay yazgan. Hozir biz sizga o'sha so'zlar aytamiz, aslan tatarchasini aytamiz. Dom kulturi, Medeniyet yurti. dom tворчества, İcat yurtta. право. Hukuk. Pichet. Muhar. Aferin, buldirdingiz. Aksiyamizda qatnashganingiz uchun bek zo'r rahmat. O'zingizga rahmat. Rahmat, o'zingizga rahmat.